Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ahli, birodarlar. Tuzingmisizlar, yaxshimisizlar, charchamasdan. Bugun o'tirib yakshanba bugun. O'shanga hozir video qilib sizlar bilan ozgina gaplashishim keldi. Kimgadir manfaatli bo'lsin deb. Dastavka qildim bugun. Xo'p, dastavka qildim. Dastavkada mana 176.800 so'm ishlatdim. 100 ko'rinmay qoldi. 176.800 so'm pul ishlatdim. 10 ta buyurtma qildim. Juda arzon. Juda arzon. Dastavka juda arzon ekan. Litsenziyasi yo'qlarga-da, endi bu litsenziyasi yo'qlarga. Mayli yakshanba arzon paytda ishladimmi, ishlashni bilmadimmi balki. Yurganman dastavkada ham. Juda arzon. Bir xil paytlar juda qimmat chiqarardi. Bir xil paytlar juda arzon chiqarardi. Endi bugun yakshanba, ertalab vaqtli chiqdim, lekin ishga 7 da hamma uxlayotganda men qiraman deb chiqdim. Shahar yonmadi. Sentrga kirib qoldim. Tashqariga chiqa olmadim. Qanaqadir zo'r ish bo'lmadi. Charchagandirman balki haftaning oxiri. Ish tugatdim. Uyga keldim. Bugun dastavkada prosta odamlardan charchab, o'zim ozgina nima qilib yurdim. Taksopark dastavkani foizi kam ekan. 10 turu qancha zibor olyapti. Общоsi 15. Endi men taksoparkim juda arzon, 100 so'mlik. Agar kimda kim ulanmoqchi bo'lsa, shu nomerlarga qilinglar. Nima maslahat, bir ikkita maslahatli ishlar bo'lib qoldi. Bu tanishimiz biz YouTubedan ko'rishibdi meni. Hozir ko'rib turishgan bo'lsa, salom, like bosib, gumbullat yozib keting. Do'stimiz andijonlik 250 ming so'mdan Spark olibdilar. Kecha ko'rishdik yog' bilan ham. Endi qanaqa ishlar bo'lyapti, hozir telefonlashganim yo'q, gaplashganim yo'q. Bu nomerda telefonlari yo'q edi. Bo'lmasa hozir bir telefon qilib gaplashib ko'rardik. Arendada. Keyin ko'pchilik yozyapti, Toshkentda ishlamoqchilar, taksi qilish uchun. Keyin bizni kuzatar ekan ko'pchilik, hali taksistchilikni endi boshlamoqchi bo'lgan birodar, aka-ukalar ham kuzatishar ekan. O'shalarga nima deyman? Taksichilikni endi boshlamoqchi bo'lib turganlarga nima kerak? Birinchi ochlikda mashina kerak, ikkinchi ochlikda prava, mashina kerak bo'ladi. Bu samo собой. Litsenziya kerak bo'ladi. Toshkentda ishlamoqchi bo'lsangiz, boshqa viloyatlarda ishlamoqchi bo'lsangiz, qilsangiz quloqingiz tinch bo'ladi. Siz nelegalniy emas, illegalniy o'sha qonuniy taksist bo'lasiz. Shunda bemalol ishlasangiz bo'ladi. Keyin 083 forma, men yaqinda qo'lga tushdim, 5 yilda mana 083 forma qildirdim. Itomizga taksi fonari. O'shalarni qo'yishingiz kerak. Hozir 083 forma haqida ham men video qilaman deb video qilmadim. O'sha haqida ma'lumot ham berib ketay. Mana buni narsa blankasi ekan. Mana bu asosiysi. Mana 083 forma 145 ming cheki ham to'laganman. Men o'zim nimamdan 145 ming so'm to'ladim. Hamma doktorlardan o'tdi. Mana doktorlarning pechati, mana har bitta doktorda o'zining pechatini bosib berar ekan. Men tavsiya qilaman, hamma o'z o'tishini sotib olmasdan. Chunki o'zingiz uchun sog'lig'ingiz kerak, zrenalar tekshirishar ekan. Mana misol uchun hamma okulist, mana jarroh, nerpatolog, mana quloq, tomoq, burun kasalliklari haqida, ruhiy kasalliklar, narkologiya, rentgen, mana terapevt, hammasi qon tahlili, mana hammalarni topshirib o'zim uchun ham bilib oldim. Qilib oldim. 145 ming so'mga. Все. 2 yilga berdi menga buni muddatini. 2025-yil 2 yilga berildi. Xullas shuni qilib oldim. Tomimga shashka qo'ydim magnitligidan. Yuribman o'sha bo'yicha. Keyin buni Daryo Transga olib bordim. Shu rasmiy savolasi birinchi ochildi. Xo'p, tez aytaman, taksi sohasi nima? Bu taksi sohasi bu ko'pchilik xafa bo'lishi mumkin. Taksichilik qilib turgan aka-ukalar, taksichilikda boyib keta olmaysiz. Qora qozoq qaynaydi, dadam aytadilar, bitta Pepsi-chani olasan, hot-dog, gamburger yeb, chiroyli kiyinib yuraverasan deyishgan. Shu taksichilikda boshlab turganimda, sen eng oxirgi kasbdan boshlading. Erkak kishining eng oxirgi kasbi bu taksichilik deb dadam qarshi bo'lganlar, hali rosa kuchga to'lgan paytim. Uylanmaganman, bo'ydoqman, mashina yaxshi ko'rardim. Shu taksichilikni Rossiyada boshlaganmiz. O'zbekistonda keyin qilganmiz. Taksichilikni Rossiyada boshlangan.
Endi mana 2011 yildan buyon taksisiman. 2011 bo'lsa, bag'i 25 bo'lsa, hozir почти 14 yilmi? 14 yildan buyon taksichilik qilyapman. Arasida boshqa ish qilaman dedim. Qilaman boshqa ish, chiqib ketasiz, yana kirasiz, yana chiqib ketasiz, kirasiz, chiqib ketasiz, kirasiz. Taksichilar shunaqaki, birovga bo'ysingisi kelmaydigan odamlar taksichilik qiladi. Hali buyruq bajara olmaydiganlar. O'shaning uchun taksichilar ko'p nimaga nervini, klient chiqqanda sizga ortiqcha gap gapirib, buyruq berib, chapga o'ngga qilsa, taksichiliklarda ko'pini nimaga g'ash keladi? Chunki bu taksi sohasida ishlaydigan odamlar buyruqni bajargisi kelmaydigan odamlar deb hisoblayman. Do'stlar, bu men shaxsiy tajribalardan olgan o'sha har xil vaziyatlardan kelib chiqib gapirgan xulosam. O'zimning shaxsiy xulosam bu. Shuning uchun taksistlarda ko'p konflikt bo'ladi yo'lda passajir bilan. Nimaga? Chunki taksist bu buyruqni bajargisi kelmaydigan, atela o'sha agar buyruq bajaradigan odam bo'lganda shu davlatni bironta ishxonaga ishga kirib ishlashi ham mumkin edi. Taksichilikka chiqqandan keyin kuniga 300 ming, 400 ming, 500 ming topyapman-mu. Hozir boshqa joyda menda oylik bor ekan, oylik ish 4 million, 5 million ekan. Undan o'zimga begman deydi-da, nimaga chiqadi? Nima deydi? Taksichilikka chiqadi. Shu bilan kunlar o'tadi, oylar o'tadi, yillar o'tadi. Mana 14 yil o'tdi. Yosh bo'lganman. Mashinalar yaxshi ko'rganman. Mashina minib pul topib yuraman deb o'ylab, mana kirib orttirdik, orttirmadik, ba'zi Xudoga shukr, nolish yo'q. Prosta men aytmoqchimanki, misol uchun o'zimdan qiyos qilib, men tengqurlarim, o'sha sinfdoshlarim, o'rtoqlarim birga yuradiganlar. Ular o'sha paytda ular mashina minmadi, mendaqa yosh, sal taksichilik qilmadi, mashinani yaxshi ko'rmaydi, o'qidi, kimdir hunar o'rgandi. O'sha o'rtoqlarim ichida ular уже hozir mashinalari bor, o'zini shaxsiy ishiga haydaydi, taksichilik, kirochilik qilmaydi. Bizneslari ham bor, yuryapti. Ular ishlamasa pul kelaveradi-da ularga, chunki ularning biznesi bor. Qilib qo'ydi, o'sha vaqtni sarflab, o'sha men 14 yil taksiga sarflagan bo'lsam, ular 14 yil boshqa narsaga sarfladi. Mana endi hozir bironta tog'-poqqa chiqib dam oladigan bo'lsak, 3 kun, 4 kunlab ketadigan bo'lsak, o'sha birinchi kundan keyin men zerikishni boshlayman. Zerikmayman, mazza qilib o'tirgim keladi. Pulim tugayapti, chunki men ishlamasam menga pul kelmaydi. Ular dam olib yotibdi, ishlayapti, pul kelyapti-da. Farqi shu yerda. Men ishlamasam, fiziki ishga chiqmasam, yo o'zimga bir narsa bo'lib qolsa, mazam qochib qolsa, yo to'y hasham bo'lib qolsa, uyimda yo marosimim bo'lib qolsa qanaqadir, yo mashinamga bir narsa qilib qolsa, bo'ldi. Men minusga ishlayman o'sha kuni. Chunki kunlik rasxotim bor, yeyman, ichaman. Oila, ro'zg'or hamma o'zlaridan qolar gapi yo'q, hamma biladi. Lekin men ishga chiqmasam, mana bugun yakshanba deylik, dam olsam, o'zim uchun pul kelmaydi-da, xullas. Agar ertaga ham dam olsam, ertaga yana pul kelmaydi. Indinga ham dam olsam, yana pul kelmaydi. Men o'sha sekin-sekin ubitga kirib ketaveraman. O'shaning uchun men taksichilikni tavsiya qilmayman. Ko'pchilik xafa bo'lyapti. Taksichilik qilmanglar, yosh bolalar chiqadi, yosh yigitlar aka Yandex qalay bo'lyapti, Yandex qilsam ular g'ayrili qilyapti deb o'ylaydi-da. Prosta men aytaman, biz qilgan xatoni qilmanglar. Taksichilikka любой путем odam uspet qilsa bo'ladi-da. Xohlagan necha yoshingiz farqi yo'q. O'sha prava yoshdan o'tganingizdan keyin yosh so'ramasa, misol uchun hozir men bironta joyga borib hunar o'rganmoqchi bo'lsam, yaqinda ham bo'ldim, bir O'tkir aka Saqov degan odamni juda hurmat qilaman. O'sha odamga 25 yoshdan yuqori ekansiz, uzr shogird qilib ololmaymiz deb aytishdi-da mana. O'zi shogird qilib ham nimaga? Уже все, biz shakllanib bo'lganmiz. O'shaning uchun aytmoqchimanki, agar meni kuzatib turgan yosh avlod bo'lsa, yosh bo'lsa, endi taksichilik qilmoqchi bo'lsa, lutchi qilmanglar, iltimos, yo'q qilmanglar desa menga haligi o'zini o'ylab taksichilar ko'p. Taksichilik bizdan oldin ham bo'lgan, bizdan keyin ham bo'ladi, bundan keyin ham bo'ladi. Meni gapimga kirib hech kim taksichilik qilmayman, bo'lib tashlab yuboraman demaydi baribir. Men kimman? Oddiy bitta taksistman. Prosta nima demoqchiman, shu taksichilikni, ko'p yosh taksichilardan so'rasangiz aytadi-da. Misol uchun men gaplashdim, Marp akam borlar, mana Bunet akam borlar, Yiskitdan taksichilar ham. Toshkentga ham qanaqa bo'ldi? Atrofimda taksistlar, Toshkentga ham shu 2020-yil shu taksi sohasi bo'yicha kelib, nimaga men taksistlar bilan gaplashaman ko'proq. Alyo,
taksi sohasi nimaga atrofim to'la taksist, atrofim to'la taksistlar bilan ko'p gaplashaman. Taksi sohasi bilan keldim va taksist bo'lib qolib ketdim. Toshkentda hamda uy-joy qilib taksichilik qilib qolib ketdim Toshkentda ham. Endi men nima demoqchiman yoshlarga? Men o'zim ham mana necha tark etdim, hozir ham tark etish niyatdaman Yandexda. Yandexda emas, taksi sohasini, shopirchilikda boshqa ish qilmoqchi bo'lib harakat qilyapman shunga boshqa ish qilishga. Dasmaya qilaman deysiz, mana taksichilarni mana hozir men ko'rib turganlar ham o'zlari aytsin. Faqat mashinani yangilaymiz, yilini yangilaymiz. Shu qora qozonimiz qaynaydi xolos. Birovga 400 ming, 500 ming topyapmiz kuniga, oyiga deb o'ylasangiz 10 million, 2 million pul. Bu aslida yaxshi pul, 10 million, 2 million O'zbekiston sharoitiga. Kimdir orttiryapti, kimdir menda endi orttirmayapman emas. Men nima demoqchiman, lучше boshqa ish qilish kerak. Nima ish qilamiz bo'pti desa, endi delovoy Amerikada ham delovoy, tuppoy, Amerikada ham tuppoy deyshadi-yu. Nima ish qilishdi? O'zingiz qiziqqan, o'zingiz bilgan sohalarda hunar o'rganing. Qaysi sohalar yuryapti, kuzating do'stlar, yoshlarga. Bu gapim meni. Qo'rqmasdan qilish kerak, gazni bosish kerak. Taksi prosta keyin yana bitta narsa aytmoqchiman, variantga, kreditga mashina olmoqchi bo'lganlar. Hozir mana sentyabr, oktyabr, noyabr, yaqinda dekabr, yanvar, fevral ish o'ladi. O'tgan yili men bilaman BYD mana shu Xitoyda mashinalar olganlar voydod devorgan qishda. Qiynalib qolasiz. Iloji bo'lsa sal cho'zing, yangi yildan keyin balki mashinalar narxi ham tushar. Paka hozir shoshmang variantga yo kreditga mashina olishga. Mashina ko'pchilik endi haligi nimaga ko'p bunaqa zo'r mashinalar olib maqtangisi keladi. Aslida-chi odamzod shunaqa ekanmiz-da. Zo'r mashinada bo'lsa hurmatimiz zo'r bo'ladi. Og'aynilarning yonida, do'st dushmanning yonida tipa mana Maliudim deb yurib, tipa mashina уже не роскошь, dadam aytishardi. Dadam aytadilar, mashina уже не роскошь, bundan yemaylar oldi aytishgan. Mashina не роскошь. Mashina A точkadan B точkaga eltuvchi vosita deb qarash kerak ekan. O'zi hamma bilib qoldi. Mashinalar kopeyka bo'lib ketdi. Olish oson bo'lib ketdi. $500 pulsiz ham bera olib turganlar bor, misol hozir mashinani. Mashina roskosh. Bu mashina butun umr misol uchun temir uchun kuch-quvvatni berib tashlamaymiz-ku. Yig'ib kallani ishlatib, aqllilik qilmoqchi emasman do'stlar. Prosta maslahat, endi shu taksi sohasida 15 yil ishlab, dan keyin Oybek Qosimov degan akamiz borlar. Ko'rgansizlar, ko'pchilik bachkana deydi. U juda bachkana, uni opti emas shunaqa. Oybek Qosimovni Oybek Qosimov mana shu mashinaga chiqqan. Qo'yliqdan Qo'qongacha olib tashlaganman. Toshkent Qo'qon qatnab yurib aytganimda, bundan 5 yil oldin gap uchrashib qolganmiz. U Oybek Qosimovni men kuzatardim, bloger akamiz. Lekin u odam videolarida, reklamasida obrazi shunaqa bachkanada ko'pchilik negativ yozadi. Men o'sha kerak unga, negativ yozish kerak unga. Sababi videolari nimaga chiqadi, narsalarni sotadi. Juda aqlli aka, ko'p kitob o'qigan, bilimi ancha yuqori, samimiy odam, samigilamning juda ham samimiy. Bechora pulini ham to'lagan oshiqchasi bilan. O'zi bitta odam misol uchun o'sha paytda 150 ming, 100 ming bo'lsa, pusto salonda olib ketaman aka deganman. 300 ming, 400 ming oshig'i bilan pul berganda, xullas, yo'llarda qornimni to'qlab, narsalar, suvlar, soklar ochib berib, 8 soatda borganman Qo'qonga. 8 soatda 40-50 dan o'tmayapman. Nimaga tez borib qo'ysam, u ma'lumotlar ola olmayman, konsultatsiya ola olmayman. O'sha paytda o'sha ko'p aytgan, uka taksichilikka любой путем успеть qilasan Shohruh. Lutchi boshqa ish qilgin deb aytgan. Men shu YouTube kanalim ham o'sha ustoz deb bilaman o'zimga. Men o'sha qilib turgan ishini qo'yaver degan videolarni ko'rdim. Menga u lichniy maslahat bergani yo'q. O'sha videolarni ko'rib YouTube kanalim ochdim. Endi o'shanga kimgadir manfaatli bo'lsin deb aytyapman. Arendaga, kreditga olmoqchi bo'lganlarga maslahatim, shoshmay turing arendaga mashina olishga. Keyin taksichilik qilmoqchi bo'lganlar ham shoshmay turing. Boshqa variant A, B zapasli aerodrom bo'lishi kerak. Boshqa variantlarni ham ko'ring. Taksichilik kimga ishingiz bor, boshqa ishingiz bor, kechki payt chiqib aylanib non choyga ishlaydigan ish deb biling. Buni
nima qilyapmen? Video qilyapmen. Biling 15 minut bo'libdi-yu, ha, biling odamlar ko'rarmikin shu 15 minutlik videoni. Endi bitta narsani aytaman. Eng qizig'ini aytaman. Bitta video ko'rganman. Hozir o'sha bola millionni ham ishlayapti, taksichilik qilyapti, degan va qilib yurgan akamiz. Adigan obrazi bo'lsa kerak. Короче, boryapti joyga. 3 ta odam chiqyapti, bittasi qassob, bittasi sartarosh, bittasi stomatolog. Telefonni olib ko'rgan bo'lsalar kerak. Hamma aytayapti-ki, короче, men ishdan keyin chiqaman deyapti. Qassob aytayapti, Yandex solaman deyapti. Stomatolog ham aytayapti, "Men ham ishdan keyin chiqaman, Yandex solaman" deyapti. Stomatolog qassobdan bittasi aytayapti, "Короче, men ishdan keyin chiqib, boshqa sohasi bor, nima solaman" deyapti. Yandex solaman deyapti. Taksiz voy dod deyapti. Endi zo'r narsani ko'rsatgan o'sha videoda. Voy dod deyapti. Nimaga men seni ishingni qilganim yo'q o'z, men qassobchilik qilganim yo'q, men stomatologchilik qilganim yo'q, men sartaroshchilik qilganim yo'q. Nimaga senlar meni ishimga aralashasan? Tinchgina jo'rab tushirib yuboryapti mashinadan. Bu yerda nima? Bu yerda taksi sen ular qilgan ishni qila olmaysan deganida, bu yerda ko'rsatyapti. Nimaga taksichilik qilmayin degan targ'ib tushunganman men o'sha videoni ko'rib. Nimaga? Sababi stomatolog mashina minishni biladi, taksichilik qila oladi. Mashina asabi yaxshi bo'lsa, qassob ham mashina minishni biladi, asabi yaxshi bo'lsa, mashinasi bor, taksichilik qilsa bo'ladi. Stomatolog ham mashinasi bor, taksichilik qilsa bo'ladi. Lekin men tish ola olmayman, men sartaroshlik qila olmayman, men qassobchilik qila olmayman. Bu videoda shuni ko'rsatgan. O'shaning uchun do'stlar, hunar o'rganing, taksichilik qilishga всегда doim nima deydi, uspet qilasiz. Hech qachon qochib ketmaydi taksichilik. Lutchi hunar o'rganing, boshqa ish qiling, zo'r bo'ladi. Rozi bo'lasizlar. Men ko'p gapirib yubordim. Ko'p uzun video birinchi marta qilyapman menimcha. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. 1000 ta odamdan bittasiga manfaatli bo'lsa ham shu video men o'zi jek turgan bo'laman. Taksi parkimizga ulaninglar, Otaxon Go 100 so'mdan yolg'on umuman qo'shilmaydi. Bu doimiy 100 so'mdan ko'pchilik videolarni ko'ryapti-kan. Ulanganlar hali hayron bo'lib so'rashyapti. Aka, bir hap akalar doimiy Otaxon Go'ning rahbari Otaxon, Otabek. U labzni beradigan bala, u balani bilganlar biladi. Gapiga javob beradigan ortiqcha nayrang yo'q. U Otaxon Go taksi parki 5-6 yildan buyon bor, u kecha ochiq Yandex borligidan buyon bor O'zbekistonda. O'sha Qo'qonda ochilgan, o'shandan oldin ham Rossiyalarda taksi park ochgan u bala Otaxon, Otabek. U taksi parkdan umuman cho'chimanglar. Bu bala aytdimi, misol uchun, Otaxon Go aytdimi? 100 so'mdan dedimi? 100 so'mdan bo'ladi. Bo'ldi. U tugatilgan bo'lsa hammaga aytadi, akalar, tugaydi deb. Hozircha 100 so'mdan, u keyinchalik ham 100 so'mdan. Misol uchun Otaxon Go Yandex bormi? 100 so'mdan har bitta zakazga. Plyusga baraka kiradi. O'tib ishlab ko'ring, ishonmasangiz. Nima ko'p taksi park ko'p, hali oldingi gapim. Oshirib olsa boshqa taksi parkka o'tib ketaverasiz. Oshirib olsa o'zini tanlagan bo'ladi. Do'stlar, 18 minut bo'libdi. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Maza qilib gaplashadigan odamman gapiraveraman. Prosta sizlarni vaqtlarini ketkazmayman bitta. Hali ezma odamni gapini eshitib o'tirmanglar deyapman-da. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda qiziq bo'lsa, boshqacha zo'r gaplar, o'sha gaplarni ham gapiraman. Rahmat hammaga.